Nima uchun original tikuv mashina xarid qilishingiz kerakligini hozir tushuntirib beramiz. Original Bayo tikuv mashinasining vazni 37,5 kg. Qalbaki mashinkaning vazni yengil 35 kg. Sababi original tikuv mashinamizga sifatli metall mahsulotlari ishlatilgan. Original mashinkamizning kraskasi Robert sepadi va hamma joyda bir xilda kraska qoplangan bo'ladi. Qalbaki mashinkani ko'rib turibmiz, kraskasi qo'lda sepilgan, kraska hamma joyi qoplamagan. Original Bayo mashinkasida chimnogida sifat belgisi tushirilgan bo'ladi. Qalbaki mashinkani chimnogida ko'ramiz, hech qanaqa sifat belgisi yo'q. Original mashinkamizning vtulkasi latundan yasalgan va yemirilmaydi. Qalbaki mashinkaning vtulkasi oddiy temirdan yasalgan va yedirilib ketish xavfi bor. Original Bayo tikuv mashinamizda tegi qismi toza metalldan bo'ladi va hech qanaqa kraska sepilmagan bo'ladi. Qalbaki mashinkada esa tegi qismi sifatsiz metalldan qilinganligi uchun ustidan kraska sepilgan. Original Bayo mashinkamizda iglovoditelgacha moy yetkizish berish sistemasi mavjud. Qalbaki mashinkada iglovoditelga moylash sistemasi umuman yo'q. Shu sababli iglovoditel tez orada yedirilib ketadi. Original Bayo mashinkamizning platasida ko'rib turibmiz, hammasi zamonaviy, eng oxirgi sistemalardan ishlatilgan. Himoya qobig'i, ekonom va sovutish sistemalari hammasi mavjud. Bundan tashqari bu plataga bizning o'zimizning 3 yillik garantiyamiz bor. Qalbaki mashinkaning platasini ko'rib turibmiz, hech qanaqa ekologik sistema yo'q, sovutish sistemalari, himoya qobiqlari umuman yo'q va bu plataga hech qanaqa servis ko'rsatilmaydi. Qalbaki mashina olib qo'ymasligingiz uchun bizning profilga obuna bo'linglar va mashinka xarid qilmoqchi bo'lgan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar.